Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Barcha angrenlik futbolsevar muxlislar diqqatiga. 28-sentyabr yakshanba kuni soat 16:00 da Angrenning OKMK Simur jamoasi o'z maydonida Toshkentning Lokomotiv BFK jamoasini qabul qiladi. Barcha futbolsevar muxlislarni aynan shu kuni prinsipial bo'lgan o'yinga taklif qilamiz. Chunki bizga hozir 3 ochko suv va havodek zarur. Va aynan shu g'alabasida bizning futbol muxlislarining 12-o'yinchi bo'lib o'z hissamizni qo'shishimiz darkor. Demak, barcha futbol muxlislarini o'ng tomondagi sektorga, ya'ni fan zonaga taklif qilamiz va aynan o'sha fan zonadagi futbol muxlislarining ichida eng faol futbol muxlisiga mana shunday futbolkalar, ya'ni OKMK Simurning futbolkalari taqdim etiladi. Demak, olg'a Angren, olg'a OKMK, olg'a Simur. jamoamizga g'alaba tilaymiz.